Qabzi filanimizni qisqacha ko'rsatib beramiz. Birga egamiz o'rnashtirib, narxi 180 ming so'mdan. Narxi 160 ming so'mdan. Eshik kapot bagaj ochiladi. Bu tomonda tursolgan limoshinalardan bor. Narxlari 190 ming so'm. 132 maktab limoshinalardan bor. Narxlari 85 ming so'mdan. O'ttirganida bu tomonda boshqacha ko'rinishli limoshinalar bor. O'rtacha 200 ming atrofi. Eskicha retro mashinalardan bor. Narxlari 160 ming so'mdan. Bu tomonda Hamber. Bu tomonda shunaqa ko'rinishdagi mashinalardan bor. Narxi 180 mingdan. Bir 170 ming narxlari. Bir 95 ming so'mdan 4 tishi kapot bagaj ochiladi. Hammasi metalldan ishlangan. Sifati yaxshi. Do'konimizda bundan ham qiziq o'yinchoqlar bor. Kichkina o'lchamdagi mashinalar ham bor. 85 ming so'mdan zikrli avtomobillar mashinalar ham bor. Bizlar shtaqanga treyler ham bor. 160 ming ekan. Bu tomonda avtobuslar ham bor. Do'konimizni kutib qolamiz. Bu tomonda ko'pchilik yozmaydi. Mashinalar ham bor. Korotkali 185 mingdan mana shu idishli 124 maktabda mashinalar bor. Bu yerda gelikli bu tomonda boshqacha ko'rinishlari bor. Ichkarilarni 120 ming so'mdan biz bo'lganligi shu mashinalar bor. Bu tarafda ham har xil ko'rinishdagi mashinalarimiz bor. Narxlari 120 ming so'mdan. Bu tomondagilar narxlari 185 ming so'mdan. Narxlari hammasi ham yomlab chiqqan. Ishlari ham sog'ga so'ylar, sog'ga olib. Labzak filalarimiz bor. Bemalol kelib o'qitsalar bo'ladi.